Hammaga bugun bizning yangi rolik shtrafnoy challenge bo'ladi. Hamma para bo'linamiz. Yutqizgan odam piyoz edi. Bu mana shu challenge-da yutgan odam shtrafnoyda eng zo'rligini aniqlaymiz. Davay bolalar! Hozir biza boshlayapmiz. 5tadan 10ta tepamiz. Like bosib obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Aka ha gol urib tiqib tashlang. Astar 17 mi? Daha git bas. Ne yapalım ya? Sal neto ketib qoldi-da. Sal? Ha, davay. Bitta g'olni urishga harakat qilamiz. Urishga harakat qilamiz. Da, amal. 5-udarim piyoz yeyishni xohlamayman. Agar shuni hozir ura olmasam, keyingi 5tamda tiqib tashlayman. Bunga shu ta'minlamaymiz. Kamroq va natija. İbrahim 5-inchi gol bo'ladimi? Albatta. Davay. Yo'shlagan gol bo'ladi. Davay. Omad. Qancha zo'r gol ko'rik, davay. Bunisi o'xshamadi, keyingisida gol bo'ldi. Keyingisilarni o'xshashi mumkin. Davay. Ibrohim aka mendan bitta o'tib ketdi. Men 5tadan 3ta ursam katta gol. Ikkinchi o'da Temur birinchisi sal noaniq ketdi, ikkinchisini haqiqat demoqchi bo'lmay qayoqqa ketib qoldi. Men hozir direktga ketmoqchi edim, da ikkinchisi gol. Azgina neto ketdi, hech narsa qilmaydi. Bu narsada urish kerak lekin. Shuncha harakatingiz uchun like bilan bitta obuna bo'lib qo'ying. Iltimos. Udan olmasam bo'lmaydi. O'g'lim Ibrohim akani kitobini yopdim. Men piyoz yeyman, ikkinchi bosqichga chiqaman. Davay, ketdim. Hozir men boshlayapman. Hozircha bittadan bittaga olishga harakat qilaman. Harakatimiz uchun like, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin o'tgan videomizda kam like kelgan, prosmotlar yaxshigina bo'lgan, lekin like kam bo'lgan. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, birdan like, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir endi entriga qilib o'rtadan tepib ko'ramiz. Uchta like yig'ib beringlar. Shuncha harakatimiz uchun. Ana to'rttadan 4ta urishga harakat qilaman. Ketdilar. Lekin safar chektirmaymiz.
5-sini gol bilan tugatishimiz shart. Beshtadan 3ta normal. Keyingi 5talikda 5tadan 5 to'shga harakat qilaman. Va olg'a Otib aka bitta ham ura olmaysiz. Madali ko'p gapirib qo'yibdi, men gapirmayman, natija gapiradi. Avay. Hozirgina. Buncha qilayotgan harakatlarimiz uchun bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi 5talikda beraman. Birinchisini gol bilan boshlash juda muhim. Keyingilarga o'tiramiz. Keyingilarda gol ko'ramiz. Shuncha qilayotgan harakatlarimiz uchun like, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Oxirgisini urishim shart. Ikkinchi 5taligim ham comeback qilishim shart va zarur. Yeah! To'rsam Muhammad Alining kitobi yopiladi. 3. Endi biz hozir necha bo'lib qoldi? Endi bitta-bittani tepamiz. Hozir masalan men urib, Otib aka ura olmasa, bu tugaydi. Afsus. Hozir men yutdim Otib akani. Bitta tepishdik, Otib aka ura olmadi. Otib aka charchamang, kitobingizni yo'qoting. Hozir 3ta tepamiz Shaygim bilan va hozir men birinchi boshlab beraman, gol urish kerak. Men endi xudo xohlasa ikkinchi so'ram. Xudo xohlasa uraman, harakat qilaman. Au! Ay. Oxirgisi buni gol bilan tugatsin deydi. Nikolasga telefon qilish kerak bo'lsa, telefonga uramiz. 3tadan urolmadi. Endi Barsa hammasini ko'rsatadi. Ikkinchisi ursam oldinga chiqib yutaman. Uchinchisi aniq urishim kerak. Urolmasam vaha. Sensava! Lekin hozir vara tarixdan to'sib qo'ydi. Hozir o'zi harakatni qo'ydi. Hozir comeback qilmasam bo'lmaydi. Normal. Uchinchisi uramiz, 3ta uramiz. Uchta harakat qilamiz. Xudoga sog'lik. Vedo Taliban. Zufar meni o'tib ketib qoldi, lekin men comeback qilishimni bilmay qolyapman. Birinchisi o'xshamadi, ikkinchisida gol uraman. Ko'rasiz. Voy, tatayna! Ay, zato bitta qoldi, kan shunday uraman. Hozir videomizda asal gol bo'lyapti. Shu harakatlarimiz uchun bizga like va obuna bo'lib qo'ying.
Urmasam bo'lmaydi. Ursam bo'ldi, tenglashamiz. Yana tepishamiz. Mayli. Zafar garang o'tdi-ku, mayli shans. Победитель! Tamam faqat. Hozir birinchi bosqichni uchalamiz chiqdik. Endi hozir donozik o'ynaymiz. Yutgan to'g'ri finalga o'tadi. Ikkita yutqizgan sinashadi. Don Zeki. Zafar finalda. Let's go. Finalda kutib olaman. Biz hozir ukam bilan sinashamiz. Temur, damoy. Bu hozir borgan sari o'zarlarimiz kamayib boraveradi. Hozir biz ikkita-ikkitadan tepamiz. Salgina qoldi. Oxirgisini gol bilan tugatishimiz shart. Bu harakatimiz uchun obuna, like bosib qo'yinglar. Ikkinchi zarba. Ammo urishim Kam bitta urib qo'ydi. Men xudo xolasa ikkita uraman. Let's go. Ela desce, trava tudo na Ursam akamni yutgan bo'laman. Let's go. Afsus. Men finaldaman. Temur, Damoy. Uzr obunachilar. Yaxshi kurash bo'ldi. Zo'r o'yin bo'ldi. Vartaga gap yo'q. Seflar. Endi biz Zufar bilan ko'ramiz final. Hammaga omad. Shuncha qilayotgan harakatlarimiz uchun obuna, like bosib qo'yinglar. Charchamanglar. Biz finalda. Победитель! Mana bugun men g'olib bo'ldim. Hammaga rahmat. Bugungi challengeimiz tugadi. Rahmat. Bugungi challengeimiz tugadi. 30 ta like'dan keyin yana xuddi shunaqa komandaviy challenge o'tkazamiz. Ishtirok o'yini har xil 5 ta o'ynaymiz. Hammaga rahmat bolalar. Bu safar yutasizlar. Davay! Challengeimiz tugadi. Hammaga rahmat, kattakon. Hozir endi biz ikkimiz chiqamiz. 3 kishi piyoz yegani donsiz o'ynaydi. Davay. Bir xalos, davay. Chingal. Temurjon! Qarsillatib yeydi. Hozir biz keldik. Temur, makadamiyada yarasan, piyoz. Boshlayman. Bismillah. Oho, oylar qarsillay. Kirs qo'ygan. O'zim balki trend Ashing shatiyat. Bozor yutasan, Temur? Kirs edi, piyoz ana. Qizarib ketishdi boshlar. Olma da yersan. Bo'lsang beraman suvni. Suv. Ana akasini. Bu safar yutasan, Temur? Ha. Bu safar aniq revansh qilaman, dedi. Xondani piyoz. Bu safar aniq revansh qilsa kerak, chunki piyoz yeyapti hozir. Og'zingizga tiqor. Bitta tixor. Og'riqsa. Dilni shikratdim. Vaqt tudanman. Oxirigacha, mujik oxirigacha. Tixor. Maldiz, YouTube bo'lsin. YouTube bo'lsin, og'zini ochsin. Qilsang keyin beraman. Bu Temur. Bol. Haqa. Bol. Ana. Молодец. Tugadi. Temur nasib bo'lsa yutasan. Hammaga xayr. 30 like'dan keyin keyingi video. Charchamaysiz.